Haylo aka, siz bir intervyularingizda Ibn Sino 3 kishiga ichishga ruxsat bergan degan ekansiz. 3 kishiga men ichishga ruxsat berdim. Dono olimga dedi. Daydi darvishga dedi va shohga dedi. Shu gapingiz shu tanqidlarga uchrayapti. Ko'pchilik gapirdi. Abron Muxtorali. Bu odam 3 ta odamga aroq ichishga ruxsat bergan demasdi kitob. Shu Ziza Shoru ham tanqid qilib chiqdi. Nimaga Ibn Sino 3 ta odamga ichishga ruxsat bergan deb qaysi kitobga va qaysi nimaga asoslanib gapirdingiz? Sababchi bizning prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Xo'p. Prezidentimiz aytdilar, kitobchilarga tegilmasin dedilar. Kitobchilarga tegilmasin dedilar. Bu meni qo'rg'onim bo'lib himoya qildi. Har xil qarshiliklar paytida. Ha. Yana prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytdilar, uyg'oninglar dedilar. Uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdir. Va insoniyatda har qanday g'am tashvishlarni faqat kitob yenga oladi. O'z oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Salmayman men. Sizchi? Endi ko'rdingizmi? Bu yerda gap to'xtab qoladi. O'qilmagan odamlar qanaqa bo'ladi? Afsuski, Xayrullo aka intervyu berishdan bosh tortib ketvordilar. Meni shaxsiy adovatim yo'q. Prosta o'zim uchun bilmoqchi edim, Ibn Sino nima sabab 3 kishiga ichishga ruxsat berganini.